Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, YouTube kuzatuvchilari, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Akalar, bizlar yana navbatdagi Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa yana mehnat qilishlikka chiqdik. Mashinalarni ko'rsatamiz, mashinalarni obzor qilamiz. Sizlar like, podpiska tugmalarini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Ko'rib turganingizdek juda ko'p Spark mashinalari chiqqan bugun. Mana mana 2012-yilga 2013-yil Toshkent motor oppoq svetda Spark avtomashinasi bor ekan. Ikkinchi pozitsiya ekan, petnos bor ekan, mexanika, benzin, gaz $5500 berar ekan akalar. Oppoq svetda mana Spark avtomashinasi, mana orqalarini ham, salonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Tushib ham beram. Ichi tushib ham beradi deyapti. Mana balon holatlari ham harcha holatda turibdi. Akamiz nomerini qoldiramiz. Akamiz yo'q shekilliga. Aha. Ha, shuni ko'ryapman. 91lik 485 82 35 ekan. $5000 berib olsa kerak aka. 5-chi teparoqga berib yuborar ekan telefon qilib orasida. Bu sizdanmi aka? Dehqonmi yo tirikchilikmi? O'zingiz nomingizda nechinchi yil aka bu? 2018-yil nechinchi pozitsiya? 4 avtomatmi bu? Ha. 4-chi. Probaga qancha buni aka? 175 ming. Kraskasi necha foiz? Orqa eshik, orqa kiriloda bor deyapti. Oldida ham jicha tumshug'ida bor ekan-a? Shpakilovka. Ozgina shpakilovkasi bor ekan mana. Kraska tegizilganmi? Ha, ozgina mana. Akalar kraska tegizilgan ekan. 15% ekan-da, aka. 15-20%. Motor holatlari ham yaxshi holatda turibdi ekan, xudo xolasa akalar. Oldani obzor sopkalarni ham o'zingizlar qo'ydirganmisizlar yo o'zi 2018da shunaqa chiqqanmi? Yo'q, qo'yilgan. Qo'yilgan-a u, ha? Kana salon holatlari 4-pozitsiya avtomat Spark avtomashinasi. Qiziqqanlar, Andijonda mashinasi ekan bu, Andijon mashina bozorini. Shumka-pumka qilmagan ishlar aka. Xo'p, $7500 $7000 ga bera olasiz ekanda aka. $7000 ga berar ekan akamiz Andijonda mashinasi. Nomeringiz necha? 90lik 268 0084 ekan. Aka bozoringiz bersa. Akalar telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Kimdan aka? Olmay aka, sizdanmi? Nechinchi yil aka? 2019-yil Spark avtomashinasi. Mexanika ekan, mexanika ekan. Kraskasi necha foiz aka buni? Oldi kirilo bilan orqa kiriloda bor deyapti. 15-20% ekanda aka. Ha, 10%, ha? 10%. Probaga qancha buni endi aka? 224 ming probay. Salon holatlarini ko'rsanglar ham bo'laveradi. Mana bolishalar qilib, yumshoqqina qilib. 4-pakalining gazi bor. 4-pakalining gazi bor. Shumkasi ham bor, ha? Mana akalar, shumkalari ham bor ekan. Eshiklari ham cho'tki yopilyapti. Ikkinchi pozitsiyami yo 3mi? Ikkinchi pozitsiya, 4-pozitsiya diskalari. Aha. Yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Ikkinchi pozitsiya avtomashina Spark. Xudo xolasa akalar, ko'rdinglar. Motor hadovoylarda ish yo'q-a buni aka? Motor hadovoylarda ish yo'q ekan. Mana orqa salonlari ham cho'tki turibdi. Oladi-yu, minadi deyapti. Nech pul deyapsiz endi aka buni? $7000 kam bor. 6,5 ming berib olasizlar ekanda. Xudo xolasa. Nomeringiz necha aka? 94lik 381 27 227. Variantga bormi yo'qmi? Aka telefon qila olasizlar bemalol. Aka bozoringiz bersin. Telefon qilib bemalol aka bilan kelishsanglar bo'laveradi akalar. Xudo xolasa. Sizdanmi aka bu? 2017-yil ekana? 2000. Yo'q, bemalol. 2017-yil 243 ming kilometr yurgan ekan aka-ukalar. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya.
Bitta detalda kraskasi bor ekan. Mexanika, benzin, metan hamma yo'g'i bor ekan. 6400 dollar kami bor deyapti akalar. Hop, oppoq svetda Spark avtomashinasi. Salon holatlari ham ko'rib turganingizdek mana yaxshi holatda turibdi. Balon holatlari ham archa holatda turibdi ekan akalar. 6400 dollar kami bor deyapti. Variantga bormi yo'q aka bu? Variantga bormi yo'q? Variantga 4000 dollar puli bo'lsa bir 5-6 oyga berasizlarmi? 4000 dollar puli borga bu Sparkni beraver ekan akalar. Nomeringiz necha aka? 90lik 217 47 47 ha? Bozoringiz bersin aka. Akalar ko'rdinglar. Mashinalar xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Qiziqqanlar bemalol akalarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Har xil Sparklar turibdi. Olmaylar, sizlardan nechinchi yil aka? 2016-yil. Kraskasi necha foiz? 20-25% kraskasi bor. Balon holatlari hozir o'rtacha holatda turibdi. Bemalol hozir yursanglar bo'laver ekan. 178 ming kilometr yurgan ekan. Pozitsiya nechinchi pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya ekan. Gazlar nechi pakaleniya? Gaz yo'q. Benzinni o'zimi? Ha, demak. Benzinni o'zi ekan akalar. Hop. Motor hadovalarida ish bormi yo'qmi? ABS bor ekan ha? Konditsioner hamma yo'g'i bor ha, to'g'risi. 2016-yil. Necha pul deyapsiz aka buni? 6000 dollar kami bor. 5,5 mingga berasizlar ekanda. 5500 dollarga berishar ekan, xudo xolasa. Nomeringiz necha aka? 90lik 571 0515. Bular sizdan? Faqat mana. O'zingizlargami yo dehqonmi? O'zingizlargami? Tirikchilik emasmi? Ha, tirikchilikmi? Ha. Mayli aka. Olmay aka, sizdanmi? Ha? Nechinchi yil aka? 19 aka. 2019-yil Spark avtomashinasi bor ekan. Assalomu alaykum. 2019-yil ekan-a, tog'a? Hop, 2019-yil. Kraskasi necha foiz aka buni? Kilosida bor aka. Mana shu kilosida bor xolos. Qolgan joylari top-toza. Qolgan joylari top-toza deyapti akamiz. Andijon mashina bozorida turibdi. Faqat benzin ekan aka bu. Propan. Ha, propanmi? Propana bor. Propan bo'lsa olma, akalar mana. Cho'tki turibdi. Propan 48 talik. benzin bilan bemalol yuraveraman aka. Anaqa bilan degani. Gaz bilan teng yuraveraman, masalan, gaz bilan 200 km yursa, propan bilan ashtan yuraveraman yo'q. 500 km oshib yuradi mana bu bilan. Bitta zapravka. Propan bilan bitta zapravka bilan 500 km bemalol Toshkentga ketaverar ekanda. Ha, zo'r ekan. Akalar 48 talik Spark qo'yib olgan ekan. Mana propan qo'yib olgan ekan. Bu Sparkga orqalarida bemalol bagajda joy bor. Zo'rda qishki kunida maza qilib yuraveradi. Ashi to'xtab qolmaydi. Balonlari ham archa holatda turibdi ekan, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz aka buni? Probegi qancha buni? 7 kam bor, 110 ming. 110 ming probeg, ha. Kraskasi necha foiz dedingiz? Ash bitta krilo. Kraskasi bor. Passajir tomonda bitta kriloda Sonchilik. kraskasi bor. Ha, o'zingiz nomingizdanmi? 7000 dollar kam bor deyapti. Pozitsiyasi necha pozitsiya aka? 2. Ikkinchi pozitsiya. 6000 ga berib olasizmi aka? Yo'q, aka, 6,5 ga bermayman. 6,5 ga bermaysiz. 6,5 bilan 7 ning orasiga berib olasiz ekanda, xudo xolasa. Bo'ldi. Dokument tomondan, hamma tomondan turilaveradi. Bo'ldi. Nomeringiz necha aka? 87 87lik 190 190 22 22 23. 23. Variantga bormi yo'qmi aka, anjarliklar bo'lsa? Yo'q, variantga aka bizga pul zarar. Pul zararligi uchun. Mayli aka, Instagram och. Hop. Ko'rdinglar akalar. Atiga 110 ming kilometr yurgan Spark ham chiqdi mana. Eng qizig'i propanda. Orqalarida bagajlari bor. Qish kunida bilasizlar, metallar o'chirt bo'lib ketadi, mashinalar bir kunlar vaqt ketadi. Propanda maza qilib yursanglar bo'laveradi akalar. Xudo xolasa. Akalar, mana 2014-yil Spark avtomashinasi ham bor ekan. 180 ming probeg yurgan ekan. Euro. Ikkinchi pozitsiya Euro ekan. Kraskasi bor ekan. Ustinglar bo'lsa bemalol ko'rib anaqa olsanglar bo'lar ekan. Hop, gaz yo'q ekan, faqat benzinda ekan. Naqqa 5800 dollar ekan.
Nomeri bor ekan, telefon qilsanglar bemalol kelishsanglar bo'ladi. 88 lik 175 00 74. Faqat benzinda ekan akalar. Olmaylar aka. Sizlardan nechinchi yil aka? 2013-yil. 2013-yil Spark avtomashinasi. Kraskasi necha foiz buni? Kirila kapotda. Qanaqachi? Probegi qancha? 300 mingdan oshiqroq probegi yurgan. Pozitsiyasi nechi? Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya ekan, mana akalar. Bunda konditsioner ABS bo'lmaydi. Balonlari archa holatda, o'rtacha holatda turibdi. Qishga kelib sillalashib bo'lsa, almashirib yurilaveradi, to'g'ri? Nechinchi yil? 2013 dedingiz, probegi 300 ming atrofida. Kraskasi Kirilo kapot bo'ldi. Narxi necha pul deyapti endi buni? 5300 kami bor. 4,5 minglarga bo'lavermaydimi? Bermadinglar. 5000gachi? 5000 ekan-da oxira. Shunaqa mo'ljal, ha. Kelishimni olar ekan. Tirikchilikmi o'zingiz foydalanib mingan mashina? Jiyaningiz. Ha, bayaninglik. Ha. 2013 ekan, tog'a. Generalni ham Jizzaxda ishlaydi, onlayn dokument xonasi o'tkazib. Generalni davenni hamma yo'q chiqarar ekan. Nomeringiz nechi? Men egasi emasman, u egasi. Yo'q, telefon qilsa kim sotadi? Oladigan odam telefon qilish mumkin. Sizmi? Nomeringizni ayting, bo'lsam. 90lik 621 57 97. Bozoringlarni bersin. Akalar, mana menda ham egasi yo'q shekilli 2017-yil 186 ming kilometr yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya. Petno bor ekan, ozgina. Mexanik ekan, benzin, metan yuraverar ekan. Ikkinchi pozitsiya. Akalar, mana ABS, konditsioner hamma yo'q bor ekan, xudo xolasa. Cho'tchi qilib olib chiqishibdi. Ko'rasizmi? Ha, yo'q, men ishlab turaman. Siz avvalo qilib qo'ymang, to'g'ri. Mana yaxshi holatda ekan, xudo xolasa, mana salon holatlari. Orqa salon. Aka video qilib qo'ydim, rozi bo'lasiz. 99 lik 606 40 11. Qiziqqanlar bemalol telefon qila olasizlar. O'zingiz bersan aka. Akalar, mana GCV Sweatda Spark. Men masalan shu rangni yaxshi ko'raman. Yaxshi rang. 2014-yil, ikkinchi pozitsiya, 230 ming probeg. Toza ekan. $6000 kami bor deyapti. Menimcha shu $5000 berib yorsa kerak. Egasi bilan kelishsanglar. Mana salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi ekan akalar. Balon holatlari ham mana archa holatda turibdi. Nomeri 91 lik 489 57 26 ekan akalar. Bemalol qiziqqanlar telefon qilsanglar bo'ladi. Akalar, mana Spark qatorida ancha yurdik, xudo xolasa. Mashinalarni ko'rsatdik, qiziqqanlar bemalol telefon qilib, mana bozor holatini ko'rsatyapmiz-da, bozorga chiqishga vaqti yo'qlar uchun ana kechasi ishdan kelib pul to'plab qo'ygan bo'lishi mumkin. YouTube shunday kirib ko'rib Spark olmoqchi bo'lganlar, Sparklarni kuzatib, narx manaqa holatda ekan deb ancha yengillik bo'ladi, xudo xolasa. Mehnatimizni qadrlagan holatda like, podpiska tugmalarni bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Ishinglarga rivoj.